uydagilarni ko'ndir. Qanaqa qilib gaplashaman? Otasi yaqinda qamoqdan chiqdi. Yaqinda qamoqdan chiqdi. Ha. Unda unut. Nima sen maslahat ber? Bo'pti, yur otasi bilan gaplashamiz, ko'ndiramiz birga. Men bilan borasan? Ha? Yur ketdik. Bu yoqda. Xullas, ana g'aradagi Stop! Bilaman salla nimaga kelganlaringni. Sallaga beradigan qizim yo'q. Men qizimni o'zimga o'xshagan dastoyni turmada o'tirib chiqqan sistemalarni ko'rgan odamga beraman. Tushuntira oldimmi? Sirlaring bo'tdi. Unda jora siqilma. Zo'r qiz topamiz senga hali. Menda bitta zo'r reja bor. Qanaqa reja? Al. G'ayrat aka, siz xohlagandek dastoyli erkak bo'lib o'tirib chiqdim. Qani siz? Keling bolam, xush ko'rdik. Bilat. Shodor aka, menga uylaning. Ye, uyalmaysizmi? Sufay sizga. Uylanmasang o'ylama, kitobingni o'qib yur. Jo'ra zo'rmisan? Menda bitta zo'r plan bor. Qanaqa? O'g'lim sunnat to'yini san to'yinga qo'shib o'tkazib yuborsa nima deysan? Unda o'g'ling kesilmay o'tib ketar ekanda. Mana men keldim. Ha, keldingmi mazgi? Ahvolingni qaragin, Garri. Sanday paytman, sanday o'g'lim bor. Achkingni qaragin, Gorbachov bo'lib yotsan-ku, kim o? Hali professor bo'laman. Hali olim bo'laman, ko'raman. Doktor bemor vafot etdi. Endi oilasiga nima deymiz? Bechora. Uylanganmikan? Bilat. O'lib ham qutulmadim ha. Uylanmaganman. Ona. Jora 50 ming berib tursin. Colgate bersam bo'lmaymi? 50 ming beribdi. Voy do'stim, ikkovimiz oramizda pul rol o'ynamaydik-ku. Al. Ma. Kerak emasmi? Ber. Ma. Rahmat. 30 ta tuxum necha pul? 50 ming. Shu jo'ramga bergan 50 ming pulni bekor berdim-da. Hozir bozorlik qilarmidim. Bering. Necha pul bo'ldi? 50 ming. Bu ham 50 ming deydi-ku. Rahmat. Aka, mana bu sharf necha pul? 50 ming. Aka, nozaga necha pul ekan? 50 ming. Aka, 50 kemaydingiz bormi? Yo'q, pulim jo'ramga berganman, olsam beraman. To'y qol. Bugun bergan 50 ming pulim tez ber. Kecha soat 3 da so'rab kelasan, ertaga beraman shu pulingni. Hozir ber. Ma, 100 ming, 50 ming ortiq bilan ol. Alo. Jon, 50 ming kerak edi. Boyaga ortiqcha pulimni qaytarib ber. Bo'pti, men ketdi. Bizda kelinlar shunaqa kiyishadi. Ketdik. Ой, Саша, как дела твои? Отлично, Саш, а давай мы с тобой погуляем на днях? Мне кажется, будет хорошая идея. Как думаешь? Kim u? Дустам? Саша? Berchi. Алло. Привет, Чодер, как ты? У тебя все хорошо? Мы поговорили о тебе с твоей женой. Ты мне очень нравишься. Обязательно. Salomat. O'zi onam aytgandi, rus qizga uylanma deb. Bir ish deb olmaysan. Я и так делаю все, что говорит твоя мама. Только мама, мама говоришь. Обо мне кто подумает? Mamamga til tekkizma. Mamam tilla ayol, tushundingmi? Pivami? Men ichmasam. Dadam olib kelgandir-da. Farzand? Do'stim farzand. Pivo yaxshi emas ekan. Bola, hammamiz uylandik-a? Sharoitinglar cho'tkimi? Chotki. Sen nimaga uylanmayapsan, aytganda? Pulim yo'q, ishim yo'q, sharoitim yo'q. Uylangandan keyin keladi-ku, baraka. Hamma narsa zo'r bo'lib ketadi uylangandan keyin. Do'stim. Ha, chotki. Sen ishlaring yaxshimi, Jo'ra? Ha, zo'r. Sen ish topdingmi?
Senga aytdiki uylanganiki baraka ham ish ham o'zi bilan keladi. Rostdan. Uylanaman. Ishim ham barakam ham aniq bo'ladi. Qani ishla. Salom. Qayerlarda yuribsiz? Hech qayerda ishlamaysiz. Uyda yeyishga noyo. Erkakmisiz? Qaysing uylan deb maslahat berganding? Qoch! Omma, jimga. Omma. Gapir. Uylanaman. Qachongacha uyalasan gapir. Alo, Anora, seni yaxshi ko'raman. Nima? Turqinga qaraganmisan o'zi? Basharangni qara. Sen baribir meni qizim bo'lasan. Aytgandim-ku, baribir meni qizim bo'lasan deb. Oyi, nimadir deng? Jim tursanchi qizim. Adasi kechiring qizimizni. Asal qizim.